Assalomu alaykum hurmatli Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti o'qituvchilari. Sizlarga yana bir bor hozirda ishga tushgan test.ktp.uz saytining o'qituvchi panelida savol qo'shish bo'limini qisqa va lo'nda qilib tushuntirib ketaman. Avvalgi safar ko'pchilik tushunmay qolgan, vaqt kam bo'lganligi uchun aniqroq tushuntira olmaganmiz. Shuning uchun savol qo'shish qismini tushunarli qilib videoga olib yozib sizlarga tashlab beramiz. Xo'p, savol yaratish bo'limiga kiramiz. Biza birinchi qiladigan ishimiz bu yerda aynan qaysi fanga yoki katalogga qo'shishimiz kerakligini tanlaymiz. Hozir hamma yakuniy davlat attestatsiyasiga savol qo'shish kerak. Bu yerga yozasiz yakuniy deb. O'zi chiqib keladi yakuniy davlat attestatsiyasi. Hamma fakultet yoki kafedra o'ziga tegishlisiga qo'shadi. Masalan, yakuniy davlat attestatsiyasi aniq va tabiiy fanlar fakulteti. Shuni tanlaydi. Bu yerda mavzuni tanlash bor. Bu majburiy emas. Semestr keragi yo'q. Bu yerda o'sha savolni kiritayotgan savolingizni darajasi oson, o'rta yokida qiyin. Bu yerda esa o'sha savolga berilishi mumkin bo'lgan maksimal ball kiritiladi. Misol uchun 4 ball. Mana umumiy 4 ball beriladi. Endi bizda 9 xil savol turi bor. Bu yerga tanlaysizlar. Birinchisi yagona, ko'p javobli, rost, yolg'on va hokazo. Xo'p, savol matnini kiritasizlar. Misol uchun O'zbekiston poytaxti qaysi shahar? O'zbekiston poytaxti qaysi shahar? Samarqand, Toshkent, Buxoro, Namangan. Toshkentni tanlaysizlar. Tamom, saqlashni bitta bosasizlar. Muvaffaqiyatli saqlandi. OKni bosasizlar. Savol qoralama bo'lib saqlandi. Endi yana yangi qo'shishni bosasizlar. O'sha ish yakuniy deb yozasizlar va hokazo, qolgan hammasi bir xil ketadi. Endi ko'p javobli. Ko'p javoblida ham xuddi shunday, faqat bir nechta variant tanlanadi bunda. E'tibor beraysizlar, maksimal necha ball berilishi kerak bo'lsa, mana shu savolga, masalan 4 ball yoki 5 ball, 6 ball, maksimal 6 ball berildi. Savol kiritildi. 3 ta variant to'g'ri, 4-inchisi xato. Savol har bitta variantga, to'g'ri variantga 2 balldan beradi. Sababi bizda 6 ball bor maksimal. Ikkitasini topsa 2 ball, 3tasini topsa 3 ball, bittasini topsa 1 ball. Agar talaba ikkitasini topdi, 3-chi to'g'ri javobni topa olmadi, lekin 4-chi noto'g'ri javobni belgiladi. Mana bu ikkita to'g'ri javob topgani uchun 4 ball berilishi kerak, ammo bitta noto'g'ri javobni belgilaganligi uchun -2 ball ayriladi. Ya'ni talabaga 2 ball beriladi yakunda. Xo'p, keyingisi rost yoki yolg'on. Bu berilgan gapning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlash kerak. Misol uchun, yer quyosh atrofida aylanadi. Rost yokida yolg'on belgilaysizlar, kiritasizlar. Endi moslashtirish. Xo'p, moslashtirish. Talaba chap ustundagi elementlarni o'ng ustundagi elementlar bilan juftlash, ya'ni moslashtirish kerak. Misol uchun davlatlarni poytaxtlari bilan moslashtiring. Xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. O'zbekiston, Toshkent, Turkiya, Anqara, Germaniya, Berlin, Germaniya, Berlin, Rossiya, Moskva va hokazo. Ana shu tarzda qo'shiladi. Keyin ketma-ketlik bor. Ketma-ketlikda talaba berilgan elementlarni to'g'ri tartibda joylashtirish kerak. Misol uchun tarixiy voqealarni vaqt bo'yicha tartiblang. Mana quyidagi tarixiy voqealarni vaqt bo'yicha tartiblang. Birinchisi, O'zbekiston mustaqillik e'lon qildi 1991-yil. BMTga a'zo bo'ldi 1992-yil.
Yangi konstitutsiya qabul qilindi. 1992-yil milliy valyuta joriy etildi. 94-yil. Talabada mana shular aralashgan holda, masalan, O'zbekiston 3-o'rinda, milliy valyuta 2-o'rinda tushadi. Talaba o'zi ketma-ketlikda tartiblaydi. Element qo'shish. Xo'p, keyingisi bo'sh joyni to'ldirish. Xo'p, bo'sh joyni to'ldirish. Bu yerda ikki xil yo'l bor. Bitta bo'sh joy, ya'ni O'zbekiston poytaxti deb pastki chiziqcha qoldirsanglar, Toshkent. Talaba shuni kiritish kerak. Ikkinchisi ko'p bo'sh joy. Unda gaplar orasida bir nechta bo'sh joylar bo'ladi. Uni talaba o'zi to'ldirish kerak bo'ladi. O'sha bir nechta joylarni. Bo'sh joy qoldirishda ham bizdan 3 ta pastki chiziqcha qoldirishimiz kerak. 1, 2, 3, kamida 3 ta. Mana bitta o'chirsam, matnda bo'sh joy topilmadi. Pastki chiziqcha yokida mana shu to'rtburchak qavs ichida 3 nuqta qo'shing. Bitta pastki chiziqcha qo'shaman, yo'qoladi. Mana shunday. Bitta misol keltiray. Mana O'zbekiston poytaxti Toshkent deb yozamiz bu yerga. Toshkent. Talaba mana shu joyga Toshkent deb kiritish kerak bo'ladi. Mana talabaga ko'rinadigan qismi Toshkent deb kiritadi. Bu bitta. Bu yerda sinonim qo'shishingiz mumkin. Endi Toshkentda sinonim yo'q. Misol uchun bironta so'zlar sinonimlar, o'sha sinonimlarni shu yerga kiritib ketasizlar. O'sha sinonim so'zlardan birontasini kiritsa, to'g'ri deb topadi. Yokida EA sinonim tekshirish ishlatilsinmi degan bor. Buni bitta bosasizlar. Sinonim qo'shish shart emas. Talaba javobini ma'nodosh ekanligini tekshiradi. Masalan, misol uchun bular sinonim so'zlar, ma'nosi bir xil. Talaba masalan deb kiritdi, siz misol uchun deb kiritgansiz. Talabaniki bilan sizniki bitta ma'noni beradi. Vaholanki talaba to'g'ri javob berdi. EA buni talabani to'g'ri javob berdi deb maksimal ball beriladi. Agar sinonim qo'shmasangizlar. Xo'p, bu bitta bo'sh joyni to'ldirish. Endi ikkinchisi qanday bo'ladi? Xo'p, mana ikkita bo'sh joy bor bizda. Lotin alifbosi 29 ta harfdan iborat. Birinchisiga yozasizlar, masalan, Lotin. Bu ham xuddi boyagiday sinonim qo'shishingiz mumkin. EA baholashni tekshirib qo'ysangizlar, EA o'zi avtomatik tekshiradi. Sinonim qo'shasizlar, Lotin alifbosida 29 ta harfdan iborat. Xo'p, ikkinchisi 29. Sinonim. Talaba raqamda yozmadi. 29 harflab yozdi. Buni ham to'g'ri hisob deb oladi. Xo'p, mana shunday. Qisqacha savol matnda bo'sh joyni 3 ta pastki chiziqcha bilan belgilang. Har bir bo'sh joy uchun to'g'ri javoblarni kiriting. Bir bo'sh joy uchun bir nechta sinonim yozish mumkin. Tekshiruv. Agar to'g'ri javobga aniq mos kelmasa, lekin ma'no jihatdan to'g'ri bo'lsa, avtomatik tekshiradi. To'g'ri javob Toshkent. Talaba javob yozdi, masalan, Toshkent shahri deb, buni to'g'ri deb topadi. Talaba yozdi Samarqand, buni noto'g'ri deb topadi. Shunchaki sinonim tekshirishni bosib qo'ysangizlar bo'ldi. Xo'p, bo'sh joy tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi essega o'tamiz. Esse. Talaba ochiq matnli javob yozadi. Yoki o'qituvchi baholaydi buni ham. Misol, O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanish yo'nalishlarini bayon qiling. Kamida 200 ta so'z yozing. Bitta misol yozing. Mana O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanish yo'nalishlarini bayon qiling. Kamida 200 ta so'z yozing. Bu yerda baholash yozilgan bo'lsa, bu yerga prompt kiritasizlar.
aks holda EA baholash yoqilmasa, talaba imtihon topshirib chiqqandan keyin sizni dashbordingizda chiqadi. O'shani o'zingiz qo'lda baholashingiz kerak bo'ladi. Meni tavsiyam mana shuni yoqib qo'yganlaringiz ma'qul. Bunda EA baholash yoqilsa, tizim avtomatik ball va izoh beradi. Ixtiyoriy EA uchun maxsus ko'rsatma yozib ketasizlar bu yerga. Agar EA SCJ1 to'rtta mezon bo'yicha 0 dan 1 gacha baholaydi, ya'ni mana bu yerga hech narsa yozmaydi, lekin EA baholash berib ketsanglar, to'liqligi va chuqurligi 25%, mavzuga mosligi 25%, grammatik to'g'riligi va uslub 25%, mantiqiy izchillik 25%. Bu default prompt deyiladi. Bu dasturni orqa tomonda yozilgan, backend tomonda yozilgan default prompt. Bu yerga hech narsa yozmasangizlar, o'sha prompt bo'yicha EA ish ko'radi. Tavsiyam bu yerga albatta prompt yozib ketingizlar. Chunki aynan siz xohlagandek talaba javob berish uchun siz prompt yozishingiz kerak. EA ball 0 dan 100% orasida beradi. Masalan, 6 ball bergan bo'lsangiz, mana shu savolga EA 4 dan 3 berishi mumkin, 4 dan 1 berishi mumkin, 4 dan 4 berishi mumkin. Har xil qilib beradi. Umumiy bahoni ko'rsatadi, fikr mulohaza bilan kuchli tomonlar, ro'yxat, aniq kamchiliklarni tushuntiradi talabaga. Topshirib bo'lgandan keyin kamchiliklar ro'yxati bo'ladi. Bu yerga masalan prompt yozishingiz kerak. O'sha misol uchun talaba javobida quyidagi atamalar bo'lishi shart deb yalpi ichki mahsulot haqida to'liq ma'lumot bo'lsin, yoki inflyatsiya yoki eksport. Agar 3tasi ham bo'lsa to'liq ball, agar 2tasi bo'lsa 70%, agar bittasi bo'lsa 40%, hech biri bo'lmasa 0% ber deb prompt berishingiz mumkin. Ana shu siz bergan promptga qarab bu esseni o'zi baho berib, talaba test yakunlashi bilan natijasida chiqarib beradi. Bitta qoida, o'qituvchi ko'rsatma bermaganda tizim o'zining standart mezonlarini ishlatadi. Ana shu narsa esingizlarda qolsin. O'sha bu yerga o'zingizlarning promptlaringizni berib ketingizlar. Eng yaxshisi mana shu. Xo'p, keyingi savol turi bu hotspot. Bu qanday bo'ladi? Biron bir masalan rasm yuklaysizlar. Quyidagi rasmda bizga kerakli joyni top. Nimanidir top deysizlar. Xo'p, bitta rasm yuklaylik. Misol uchun mana bitta rasm yukladim. Tak. Shu yerdan bizga kerakli bo'ladigan narsa mana shu yer. Mana Kattaqo'rg'on davlat pedagogika institutini asosiy kirish joyini belgilang. Mana belgilandi, e'tibor bergan bo'lsangizlar. Buni vektor bo'yicha tizim o'zi hisoblaydi, aniq qayerda belgilashligini aytadi. Mana shuni belgilab ketasizlar, talabada rasm chiqadi. Talabaga quyidagi rasmda Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti asosiy kirish eshigini toping deydi. Talaba olib keladi. Mana shunday plus belgicha bilan bitta bosadi, shu yerga nuqta tushadi. Agar topgan bo'lsa, mana shu doiraning ichini belgilasa, talabaga maksimal ball beriladi. Shunday ishlaydi. Bir bosasizlar, kerakli rasmlar chiqib keladi. Xo'p. Audio, video qismi. Bu hozir bizga kerak emas, keyinchalik ishga tushadi. Hozir to'liq yakunlanmagan. Asosiy savol qo'yish oynasi mana shular. Endi ortga qaytsak. Bitta savol saqladik. O'zbekiston poytaxti qaysi shahar? Toshkent. Mana hozir vaqtinchalik bizda tahrirlash ham bor.
tahrirlash, to'liq tahrirlash, qisman tahrirlash. Bu yerda mavzuga biriktirish bor, semestr tanlash bor, savol qiyinlik darajasini almashtirasiz. Savolni qaysi kategoriyaga kiritganingizni adashib ketsangiz shuni almashtirib qo'yasiz. Bu yerda tasdiqlash bor. Bu o'chirish. Bitta bosasizlar, savol tasdiqlandi. Toki sizlar savolni tasdiqlamaguncha siz yaratgan savol shunchaki mana shu yerda siz ko'zingiz bilan ko'rib turgan tekstdan farqi qolmaydi. Tasdiqlamagunizcha bundan hech qayerda hech nimada foydalanib bo'lmaydi. Tasdiqladingiz, endi foydalanish mumkin. Bunda ham yakuniyda bu savoldan foydalana olmaydi. Yakuniy uchun yakuniy imtihonga belgilash tugmasi bor. Buni bitta bosasizlar, mana yakuniy belgisi chiqdi. Bu yakuniyda tushadi. Bu attestatsiyaga bog'liq emas. Buni hozir bitikcha qilmaysizlar, shunchaki tasdiqlab ketasizlar. Attestatsiyaga o'zi sizlar kiritayotgan kategoriyadagi savollar olinadi. Bu nusxa bitta bosasizlar, xuddi mana shu savoldan yana bitta nusxa oladi. Bu kerak emas, o'zi sizlarga umuman olganda. Asosiysi shu, savol qo'yish o'ynasi shu. Bu yerda savol turlari, bitta yagona javobga savol qo'shdik. Xo'p, tasdiqlangan bitta, jami savolimiz bitta. Xo'sh, boyagi essay dedim, agar essayni EA baholamasa, mana shu yerdan sizlar attestatsiyani yoki yakuniyga tushgan savolda yakuniyni izlab topasizlar, o'sha yerda bosasizlar va talabalarning bergan javoblari kelib chiqadi. Sizlar uni qo'lda baholaysizlar. Xo'p. Bu yerda imtihonlar bor. Imtihon yaratishni bosasizlar. Bu yerda sizlardan oraliq mavzuli master, ya'ni demo test yaratish mumkin. Diagnostik test hozir kerak emas bizga. Bu oxirigacha yakunlanmagan. Demo test bor, oraliq nazorat bor, mavzuli test bor. Bu yerdan fanni qidirib topasizlar. O'zingizga kerak fan tanlaysizlar. O'zlaringizga kerakli bo'lgan guruhni belgilaysizlar. Test davomiyligini kiritasizlar. Savollar, ya'ni o'sha test davomida talabaga tushishi kerak bo'lgan nechta savol tushishi kerakligini kiritasizlar. Maksimal urinish, bu talaba bitta testdan necha marta qatnasha olishi kerak, necha marta urinishi mumkin. O'shani belgilaysizlar. Bu oraliqda mavzuli test. Bu ham xuddi shunday yaratiladi. O'qituvchi tanlanadi, mavzu tanlanadi. Xo'p, keyin bu yerda o'sha masalan 3 ta mavzu bo'yicha test yaratdingizlar. O'shanda birinchi mavzu tugallanmagan hali, lekin ikkinchi, uchinchi mavzular ham yaratgansizlar. Birinchi mavzuda masalan talaba 60% topmaguncha ikkinchi, uchinchi mavzuni topolmasin desangizlar, mana shu yerda ikkinchi, uchinchi mavzuni belgilab ketasizlar, chiqadi. Ana shunda talaba birinchi mavzuli test 60% natija qilmaguncha ikkinchi va uchinchi testlar talabaga yopiq holda turadi. Ya'ni qatnasha olmaydi u testlardan. Bu hamma uchun ochish. Ya'ni nima bo'lishidan qat'iy nazar bu hamma testni talabaga ochib qo'yadi. Ana shu demo testlar, bu imtihon yaratish, ya'ni test yaratishni keyinchalik ko'rib chiqib o'rganaverasizlar. Hozir asosiysi savol qo'shish tushunarli bo'ldi. Qisqacha shu. Savollar, qoralama, tasdiqlangan turlari, savollarni so'rich berasizlar. Verifikatsiya bor bu yerda. Verifikatsiya o'tgan savollar 100% verifikatsiyadan o'tgan. O'zi bitta savolimiz bor. Qisqacha shu. Yana bir gap. Bu yerdagi tahrirlash hozircha ochiq. Keyinchalik tahrirlash nimalari yopib qo'yiladi administrator tomonidan. Hozircha hamma o'rganib ketguncha tahrirlash ochiq turadi.
Demak, bo'ldi. Tamom.